Iyun yaqin yillardagi o'tmishdoshlardan anchayin salqinroq va shu bilan birga oy davomida 2-3 kunlik qisqa muddatli jazirama issiq kunlarni inkor etmagan holda ayrim viloyatlarda me'yordan ko'p jala yog'inlar kuzatilishi mumkin. Iyun O'zbekistonliklar uchun iyun yozning shunchaki boshlanish oyi emas. Bu tabiat mehnatga javob qaytaradigan, dallar hosil hidiga to'ladigan palla. Qish va bahor davomida yerga qadalgan har bir nihol shu oydan o'z samarasini ko'rsata boshlaydi. Iyun yilning eng issiq oyi emas, ammo ayrim kunlari u iyunning jaziramalaridan qolishmaydi. Janubdan esgan issiq havo cho'lning olovli taftini olib keladi. Shunga qaramay oyning ko'p kunlarida tong saharlari hali ham rohat baxsh. Quyosh chiqmasidan dalaga chiqqan dehqon uchun bu soatlar yilning eng barakali damlaridir. Bozorlar oltin tusga kirib, bog'lar mevaning og'irligidan bosh ega boshlaydi. Yangi hosil bilan birga dehqonning ko'ngli ko'tarilib, karmonida daromad vazni oshadi. Iyun mehnatning hosilga aylangan, umidning esa barakaga aylangan oyidir. Biroq tabiatning har bir tabassumi ortida ogohlantirish ham yashirin bo'ladi. Iyundan boshlab havo keskin qiziy boshlaydi. Atmosfera bosimi pasayadi. Kunduzgi jazirama va tungi dimlik inson organizmini sinovdan o'tkazadi. Ayniqsa qariyalar va yurak-qon tomir kasalliklari bilan og'riganlar uchun bu davr oson kechmaydi. Bugungi iqlim o'zgarish sharoitida iyun yanada murakkab tus olmoqda. Osmon ba'zan yomg'irni tomchilatib emas, chelaklab tashlaydi. Qisqa vaqt ichida yoqqan kuchli jala va chaqmoqlar tog' va tog'oldi hududlarida sellarni chaqiradi. Tabiatning bir necha soatlik g'azabi insonning yillik mehnatiga zarar keltirishi mumkin. Shuning uchun iyun ikki qiyofali oy. Bir tomonida oltin boshoqlar va baraka, ikkinchi tomonda esa jazirama, chaqmoq va sel xavfi bilan kishilar salomatligini ham bir sinovdan o'tkazadigan oydir. Balkim uning jozibasi ham shundadir. 2026-yil iyunda qanday ob-havo kuzatiladi? Jahon meteorologik tashkiloti yoz uchun o'z kutilmalarini e'lon qilmadi. Shuning uchun uning o'tgan oydagi dunyo bo'ylab may, iyun va iyul oylari uchun maslahatomuz prognozlardan foydalanib, joriy iyun oyi uchun ehtimoliy kutilmalarni taxmin qilib o'tish mumkin. Unda Tinch okeanining ekvator qismida suv harorati tez ko'tarilayotgani keltiriladi. Bu esa 2026-yil may-iyul oylaridayoq El Niño hodisasi qayta boshlanishi ehtimoli yuqori ekanligini ko'rsatyapti. Tinch okeani markazida allaqachon kuchsiz El Niño rivojlangan bo'lib, u asta-sekin dunyo iqlimi uchun turli surprizlarni bera boshlamoqda. Kuchsiz El Niño boshlangan o'tmish yozlarda bizning mintaqada uzoq muddatli qurg'oqchiliklar va uzoq muddatli jaziramalar deyarli kuzatilmagan. Har holda bizda uzoq yillik taqvimlar bo'yicha tamoyil shunday. El Niño joriy oyda emas, balki yozning ikkinchi yarmi va kuzda o'z ta'sirini kuchaytirishi mumkin. E'tiborlisi ko'plab meteokuzatuv stansiyalarida kuzatuvlar davridagi eng issiq havo harorati rekordlari aynan iyunda qayd etilgan. Rekordlar. Maktab darsliklarida O'zbekistonda eng yuqori harorat Termizda kuzatilgan va o'shanda termometr ustunchalari 50 darajagacha yetgan degan biroz yanglish ma'lumot keltiriladi. Aslida O'zbekistondagi mavjud meteokuzatuv punktlarida o'tgan 100 yil, ba'zi joylarda 170 yil ichida biror marta ham havo harorati 50 darajaga yetmagan. Shu qiymatga yaqinlashgan xolos. Shuningdek, eng yuqori harorat qiymatlari O'zbekiston janubida emas, balki Qizilqum cho'llarida kuzatilgan. 1983-yili O'zbekiston hududiga kirib kelgan navbatdagi termik depressiya respublikada uzoqroq muddat saqlanib, O'zgidromet stansiyalarining yarmidan ko'pida mutlaq issiqlik rekordlarini o'rnatib ketgan. Iyun oyi prognozi. O'zgidromet o'zining iyun oyi uchun taqdim etgan maslahatomuz ob-havo prognozlarida joriy oy harorati va yog'ingarchiligining ko'p yillik iqlimiy me'yorga nisbatan qanday chetlashishi mumkinligini omma bilan bo'lishmadi. Bunda kuzatuvchilarda iyun oyi sernam yoki quruq, harorat bo'yicha issiq yoki salqin kelishi mumkinligi bilan bog'liq savollariga javob olish mavhumligicha qoladi. Shunga qaramay o'zbek sinoptiklari asosiy yog'ingarchiliklar iyunning 1-15 kunligida bo'lishi, oyning boshlaridagi 3 kunlikda joylarda chaqmoq momaqaldiroqli vaziyatlar bo'lishiga o'z e'tiborlarini qaratganlar. Sinoptiklar oy davomida havo harorati maksimumlari ko'plab hududlarda 30-35 daraja issiqdan 35-40 daraja issiqlik tomon karusel kabi tez o'zgaruvchan bo'lishi, ayrim kunlarda shimol, cho'l va janub tomonlarda harorat maksimumlari 40-42 darajagacha yetishi mumkinligini qo'shimcha qilganlar. Ushbu prognoz asosida oy salqinroq va yog'ingarchilik kesimida biroz namgarchilik o'tishi mumkinligini chamalab o'tish mumkin. Oldingi ko'rsatuvlarimizda aytib o'tganimizdek, O'zbekistonda yaqin bir oylik ob-havo prognozlarini tuzishda dunyodagi 5 ga yaqin yirik alomatlarning ayni bugungi kundagi holati va ularning oylik prognozlariga e'tibor qaratib, yurtimizda iyunda kutilayotgan yog'ingarchilik va haroratning ko'p yillik iqlimiy me'yordan qanday chetlashlariga ega bo'lishi mumkinligini ko'rib chiqish mumkin. Tinch okeani markazida suv harorati va nihoyat barqaror isib borish tamoyiliga uchrab, ayni kunlarda neytral holatdan kuchsiz El Niño holatiga o'tish holatida qayd etilmoqda. Tinch okeani markazida asta El Niño rivojlana boshlamoqda. Bu kabi jarayon endi dunyoda turli xil iqlim anomaliyalari ortishiga, dovullar, suv toshqinlari, yirik hajmdagi do'l hodisalari ko'payishiga olib keladi. Ayrim hududlarda esa rekord darajadagi issiqlik to'lqinlari, qurg'oqchiliklar kuchayadi.
Hozirda Atlantika okeani shimolidagi Shimoliy Atlantika sirkulyatsiya fazasi iyun boshlarida neytral fazadan musbat fazaga o'tish holatda bo'lib turibdi. Umuman olganda ushbu alomat o'tgan may oyida to'liq manfiy fazada rivojlanib, shuning uchun bizning mintaqada namgashlikning ijobiy bo'lishini ta'minladi. Prognozlarga ko'ra esa iyunda ushbu hodisa musbat fazada bo'lishi taxmin qilinmoqda. Bu esa Yevropa tomonlari uchun ijobiy bo'lib, namlikning o'sha tomonlarda ko'proq bo'lishi, yog'ingarchilik rejimiga ijobiy ta'sir etishini anglatadi. Bizda esa bunday vaziyat agar kuz, qish, bahor boshlarida bo'lganida quruq ob-havo bo'lishini taxmin qilgan bo'lardik. Yoz oylarida ushbu hodisaning O'zbekiston yog'ingarchilikka ta'siri katta emasligi yaqinda yozilgan ilmiy tadqiqotda ma'lum bo'ldi. Hind okeani shimolidagi suv harorati mintaqada qish-bahor mavsumidagi yog'in quvvatini hal qiluvchi yana bir alomat sifatida qaralib, hozirda u musbat fazada bo'lib turibdi va butun iyun davomida ushbu hodisaning musbat fazadagi hodisasiga guvoh bo'lishimiz bilan bog'liq prognozlar taqdim etilmoqda. Bu kabi holat ham bizga janubdan kirib keluvchi nam havo oqimlari quvvatini kuchaytirib berish mexanizmi bo'lib xizmat qilishi mumkin. Iyun oyida havo haroratining keskin sovib ketishi bilan bog'liq kutilmalar hozircha yo'q. Shunday qilib yuqoridagi 5 alomat dunyoning turli ob-havo prognoz markaz ma'lumotlari hamda joriy mavsumga yaqinroq bo'lgan o'tmish analik yil ma'lumotlari asosida iyunda kutilayotgan oylik yog'ingarchilik va oylik havo haroratining ko'p yillik iqlimiy me'yordan chetlashish xaritalarini tuzib chiqamiz. Unga ko'ra iyunda oylik harorat Samarqand, Toshkent, Sirdaryo va Vodiy viloyatlari, Qashqadaryo va Jizzax viloyatining katta qismida oy bo'yicha umumiy olganda biroz salqin, Surxondaryo viloyati katta qismi, Qizilqum cho'llari, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyati hududlarida me'yorga yaqin va undan biroz yuqori iyun bo'lishi oydinlashadi. Yog'ingarchilik kesimida hududlarda yog'in taqsimoti har xil. Joriy iyundagi yog'in shakli ham mart, aprel yoki maydagi kabi bo'lmasligi aniq. Juda shiddatli, chaqmoq momaqaldiroq xususiyatli bo'lishi oydinlashadi. Boshqacha aytganda, bir tumanning qaysidir qismida 2-3 nam havo oqimidan umuman bir tomchi ham osmondan yomg'ir yog'ib o'tmasligi mumkin. Bunday paytda yomg'ir o'rni kuchli shamol va changli bo'ronlar bilan kompensatsiya qilinadi. Shunga qaramay Qizilqum cho'llarining katta qismi, Surxondaryo viloyati katta qismida joriy iyunda me'yordan kamroq yog'ingarchiliklar bo'lishi oydinlashmoqda. Asosiy yog'ingarchiliklar Qashqadaryo, Samarqand, Jizzax viloyati tog' etaklarida ko'proq, shuningdek Vodiy, Toshkent, Sirdaryo viloyati hududlarida ham me'yordan 150% gacha chetlashishga ega yog'ingarchiliklar kuzatilishi mumkin ekan. 150% ham mutlaq miqdorda katta yog'in degani emas. Ammo yog'inlarning qisqa vaqtda juda kuchli yog'ishi sel xavfini oshiradi. Shunday qilib oyning 1 va 2 o'n kunliklarida biroz issiq va bir jala yomg'irli salqin havolar ketma-ket o'rin almashishi, ehtimoliy 3 o'n kunlik o'rtalaridan ko'p kunlik barqaror issiq kunlar kuzatilishi mumkin. Aytmoqchi, 2 o'n kunlikda kam bo'lsa ham 1-2 kunlik yoz jaziramalarga guvoh bo'lishimiz mumkin. Xullas, joriy iyunning ora-orasida qisqa muddatli jazirama dim kunlar fonida salqin kunlar bilan o'rin almashuvchi yoz boshlariga qiyoslash, tog'lar, vodiy va yana ayrim viloyatlarda ko'p yog'inlar kuzatilishiga guvoh bo'lishimiz mumkinligini aytib o'tamiz. Takror bo'lsa, shuni yana bir bor alohida ta'kidlash joizki, uzoq muddatli, xususan oylik va mavsumiy ob-havo prognozlarining o'zining oqlanish darajasi ancha past. Bahor-yoz mavsumida har bir oy uchun 70-80% dan yuqori aniqlikda prognoz bera oladigan usullar hozircha mavjud emas. Gazetani kuzatishda davom eting. Sog' bo'ling.